Alaykum hammalarga. Xudo xolasa keyingi zakazlarimiz ham tayyor bo'ldi. Korishneviy Svetda 08 MDF dan qalinidan 2 teshik kilogram o'zimiz Andijonda asakasiga tayyorlab berganmiz. Xo'p, bu eshik romlarimiz egasi ham biz YouTube kanalidan kuzatib borar ekan. Ishlarimizni sifati, xizmatlarimiz ma'qul kelyapti. Aloqaga chiqib razmerlarini berdi. Razmerga tushadigan qilib eshik romlarda fasonlarini tashlab berdim. Yoqtirganini tanladi. Shu fasonda tayyorlab berdik. Narxini hisobladi, ma'qul keldi. Keyin o'zimiz borib eshik romlar katta kichik kelib, o'ng chap teskari bo'lmasligi uchun o'lchab oldik. Ularimizni dastlabki ustanovka padokomnilargacha kelishganmiz. Hop, xudo xolasa mana hozir ustanovkaga ketyapmiz. Hop, razmer va narxlarni, ma'lumotlarni hozir tushuntirib boraman. Derazamiz 1.30 ga, bo'yi 1.60. Eshigimiz eni 1.20 ga, bo'yi 2.30. Ichkariga chap tomonga tushadigan qilib zamogini moslab berganmiz. Fasonini high-tech yopiq fasonda qilib berganmiz. Korishneviy 08 Matoviy MDFga glansli aksiyat berganmiz. Xo'p, derazamiz 3 ko'zli bo'lgan, o'rtadagi ko'zlar ochiladi. Ichkarida yorug' yaxshi berishligi uchun oynagini oq oyna solib, yurganda taraqlab, g'ashlarga tegmasligi uchun, sovuq uncha kelmasligi uchun har bitta ko'zini germetikalab solib qo'yganmiz. Xo'p, tepada turganlari padokomnik ham 45 lik katta padokomnikdan. Hozir shu aytadigan narximiz ichida shu padokomniklari ham bor. Lekin dogovorda padokomnik alohida kelishadi, devorda katta kichik qarab. Hozir sizlarga общий summasini aytib o'taman. Xo'p, MDFimiz qalin 08 MDF. Korobkalari yog'ochda o'zidan bo'lgan, bu yog'iga 10 cm, qalinligi 4,5 cm. Eshigimizning qalinligi 4.6 cm ga tayyor bo'lgan. Xudo xolasa ustanovkadan keyin o'lchab ko'rsataman, ko'rasizlar. Xo'p, chaspalar har doim orqasiga 1 cm ekan samariz bilan qatirib, ustidan MDF qoplangan. Divaynor tepalariga, yonboshlariga shumcha qilingan. Xo'p, kachestolariga ham e'tibor berasizlar. O'ta chiroyli holatda bo'ldi. Bu hozir ustanovda turib ozgina changi bor. Ustanovkadan keyin art bo'lgandan keyin xonadonda arsa bu yana ham tiniq chiqadi. E'tibor beringlar, bu kraska laklarni bu holatda chiqarish uchun ancha mehnat, ancha vaqt ketadi. Shuning uchun narxlari shunga qarab belgilanadi va sal muddati ham uzoqroq bo'ladi. Xo'p, bularimizni zapchastlarni qora osha-mosha zamolga qo'yib berganmiz. Ishxonatimiz 08 og'ir bo'lgani uchun eshiklarimizga 3 tadan 6 ta, yoki oshimizga 12 ta osha-mosha qo'yib berganmiz. Osha-mosha zamok, romda osha-mosha zaverkalargacha bir xilda patsvet rangda qilib berganmiz. Xo'p, romlarimiz ham 08 qalin MDF bo'lgan, qalinligi 4.6, bularning ham korobkasi yog'ochdan 10 ga 4,5 cm qilingan. Xo'p, nalishlarimiz qalinligi 10 cm ga chekalagi zahra ochilib, kesib qo'ymasligi uchun artkanda qo'l kesmak uchun zahra ochib berganmiz. Mana ko'ryapsizlar, mana palasalarini. Bunga ancha ishlar berilgan bu holatda bo'lishi uchun. Xo'p, bularimiz narxiga keladigan bo'lsak, narxi 8 million 300 ming so'mga borib o'lchab kelishlari, dastlabki ustanovka, osha-mosha, zamok, ayniklari qalin 08 MDF dan padokomniklarning ustanovkagacha 8 million 300 ming so'mga kelishganmiz. Shunchada hammasi bor. Endi eshik romlarida katta kichigiga qarab, MDFlar 06 08 ga qarab, fasonlariga, ranglariga qarab, misol 2 teshik 2 romlarida pullari yoki arzonroq yoki shu narxda yoki qimmatroq, bu yoqda razmerga eshik romlar qalinligiga qarab pullari boradi. Nomerimiz 99 607 69 00 da. Telegram, WhatsApp, email bemalol aloqaga chiqib bog'lanib, razmerlarni bersanglar, hisoblab beramiz. Ma'qul kelsa borib o'lchab, inshaalloh o'rnatib, ustanovka hamma bilan kelisha olamiz. Ustaxonamiz Andijon viloyat Buloqbosh tumanida. Ustanovkaga mana ketyapmiz, mashinamiz tayyor. Bemalol aloqaga chiqib bog'lansizlar. Xizmatimiz vodiy bo'lib, eshik romlarida oz ko'piga qarab, dastlabki ustanovkasi ichida yoki alohida qilib beramiz. Uzoq joylarga 2 don 3 don ishga bora olmaymiz, to'g'ri tushunasizlar. Agar u tomonga boshqa zakazimiz bo'lsa, qo'shib olib bera olamiz. U yog'ini aloqa qilsanglar gaplashamiz. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar. Xudo xolasa hamma ma'lumotini berdik. Qo'ldan kelgancha salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Turli tuman ajoyib rangda, ya'ni MDF eshiklarimiz, yog'ochlarimiz bor, qo'yib boramiz. Xudo xolasa yoqsa zakaz bera olasizlar. Salomat bo'linglar.